Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Toshkent shahriga yetib kelganmiz. Qadrdonlar, Arkblokka shunaqa mahsulotlardan kelgan ekan, o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Murod akani, ya'ni quyosh paneli va boshqa texnologiyalarni O'zbekistonga birinchilardan bo'lib olib kelib, birinchilardan bo'lib birgalikda videoroliklar qilamiz. Hormang, Murod aka. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Bu texnologiya haqida ma'lumot bersangiz, nima afzalligi bor, qanaqa? Bu o'sha dala maydonlarida suv sepuvchi springerlar deyiladi. Suvni yomg'ir. Pushkalar. Pushkalar deyiladi. Bularni hozir turli xil variantlarini biz taklif qilyapmiz. Mana bu variantimiz 30 metrgacha sepadi. Bu aylanib bunday tep-tep, ha? Da. Yo'q, buni. Videosini qo'yib qo'yaman. Videosi qo'yiladi. Xo'sh. Bu 40 metrgacha sepadi. Uzunligi. Uzunligi. Ya aylanachasiga ham. Aylanachasiga 80 metr bo'ladimi shunda yo? 180 gradusga sepadi. 180 gradus bo'lsa, o'ngga, chapga, to'g'riga sepadi. Bu ham shu 180 gradusga 50 metrgacha sepadi. 50 metr. Hozir bu qanaqa nimadir o'zi apparati bormi yo shunchaki suvni ulab qo'ysa bo'ldimi bunga? Hozir tushuntiraman ularni. Bu ham suv sepadi 180 gradusga bu 50 metrgacha sepadigan apparatimiz. Mana bu ham tagi bor, xuddi shunday qo'yiladi. Bu ham suv sepuvchi pushka hisoblanadi. Bu ham 50 metrga sepadi. Tushunarli. Endi bularni afzallik tomoni, bularni oddiy ko'tarib ana bunaqa olib yursa bo'ladi. Bitta odamda o'zi kifoya qiladi. Bitta odam kifoya, joyini almashtirib, suvni sepib yursa bo'ladi. Bittasini o'zi bir kunda xo'sh 1 gektar maydongacha sug'orish imkoniyati bor. Suv bo'lib tursa bo'ladi. Suv bo'lib tursa bo'ladi. Bularni yana bir afzallik tomoni mana 50 lik shlang bilan bemalol ulab olsa bo'ladi. Ulab olib foydalansa bo'ladi. Super. Yaxshi bitta bo'ladigan joyi mana shu kamida 1,5 kilovatlik motor kerak bo'ladi, ya'ni o'sha pompalar kerak bo'ladi, nasoslar. Endi o'ziga qarab. Misol uchun mana 1,5 kilovatlik bilan bemalol mana bu ikkalasidan foydalansa bo'ladi. Bu uchun 3 kilovatlik kerak. Bunga ham 3 kilovatlik kerak, bunga 3,5 kilovatlik nasoslar kerak bo'ladi. Tushunarli. Hozir buni qanaqa ekin turlariga qo'ysa bo'ladi? Hamma ekin turiga to'g'ri keladimi? Poliz ekinlariga qo'ysa bo'ladi, faqat paxtaga bo'lmaydi. Paxtadan boshqa hamma narsaga to'g'ri keladi. Tushunarli. Ya'ni bargi orqali sug'oradimi yoki yergacha tushadimi bu? Endi bu narsani yomg'irdak tasavvur qilishingiz kerak-da. Yomg'ir nimaga foyda bo'lsa, o'shanga foydasi bor. Bargi orqali tomirgacha ham tushadi baribir. Bu narsani 15 santimetrgacha suv hosil qilish imkoniyati bor. Faqat bitta narsaki, slishkim napor qo'ymaslik kerak sug'orish vaqtiga. O'sha naporni qanchalik kuchli qo'ysangiz, bir joyga qo'ysangiz, yer qotadi. Agar ko'ndalang qilib qo'yadigan bo'lsangiz, unda yer bir xil nima bilan eriydi. Bir joyga oqizib tursangiz, bu yerni qotiradi. Farqi shunda. Bir xillar aytadi-da, shu yerni qotiradi degan gap bo'ladi. Bu faqat bir joyga qilib qo'yadi. Shunda yer qotib qoladi-da. Bir joyga suv tushaversa, u уже kesakka aylanadi-da u. U hamma yoqqa ko'ndalang kelib tursa, xuddi yomg'ir yog'gandek. Unda yer yumshoq bo'lib 15 santimetrgacha suv paydo bo'ladi. Aynan bu mahsulotlarni ham Alshams Hazu Kaizen Group korxonasi O'zbekistonga olib kiradi va istalgan respublikani birinchi qo'l biza. Endi birinchi qo'l. Hamma nuqtasiga yetkazib, o'rnatib va buni texnologiyasini tushuntirib ham berasizlar yangi olgan odamga. O'zimiz o'rnatib, o'zimiz ishga tushirib qo'yib beramiz hammasini. Va buni ehtiyot qismlari o'zingizlarda bor. Hammasi bor. Endi baribir hamma narsa buziladi. Deylik, bunisi buzilib qolishi mumkin, bunisi buzilib qolishi mumkin. Qanchada vaqt o'tib? Buni hamma narsasi bor, o'zimizning skladlarimizda joylashgan. Bu yerda ligrofikaga degan narsasi ham bor ekan. O'sha suvni paraglatish uchun, bu parchalatish uchun. Tushunarli. Narxlariga keladigan bo'lsak, bu 950 ming so'm. 950 ming so'm. Bu 1,5 million. Bu ham 1,5 million. Bu 2 million so'm. Bu 2,5 million so'm. Agar ko'proq oladigan bo'lsa, biz tushirib, kelishtirib beramiz. Olib sotarlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha firmalar bo'ladigan bo'lsa, unda ham juda zo'r taklif qilib beramiz. Keyin sizda buni kattarog'i ham bor deb bilsangiz, shilangada o'zi o'rab, katta barabandagi yong'irlatish moslamasi bor. Mana unga mana bunaqa bizning pushkalarimiz qo'yiladi. Bu 50 metrgacha juda zo'r sepadi. O'sha hitga chiqqan bu. Trendga chiqqan, video qilganmiz. Bu hit ham ko'pchilikka yoqadi-da buni sepishlari. To'g'ri. U apparatlarimiz ham bor. Necha puldan boshlanadi?
300 metrligi, 200 metrligi, 400 metrligi, 500 metrligi, 600 metrligi bor. Qo'y, 600 metr tasavvur qilyapsizlarmi? Bu juda katta maydonda. Da, shu 600 metrligi bu bemalol 25 gektar maydonni sug'orib beradi. Narxiga yarasha lekin, ha? Narxi Narxi necha puldan boshlanadi ularda? 200 metrligini narxi 130 million so'm. Ya'ni unga bu degani bitta barabanni shlangini o'zi emas. Unga polniy nasosi kiradi. Hamma qismlari. Ha, nasosi dizellik bo'ladi. Xohlasa to'klik qilib beramiz. Keyin baraban oladiganga o'sha misol uchun nasosi 20 kilovatlik nasos bo'ladi. Unda o'zimiz o'sha quyosh paneli ham qo'yib beramiz. Quyosh paneli qilib. Ha, quyosh paneli qo'yib beramiz. U misol uchun agar to'klik qiladigan bo'lsa. Tushunarli? Bonus qilib. Tushunaman. Bonus qilib beramiz. Manzil Ark Buloqda kelib ko'rib olib ketsa ham bo'ladi. И dastavka xizmatlari ham bor. Hamma narsasi bor. Dastavkasi o'sha dala maydonni o'ziga olib borib, o'rnatib, ishga tushirib qo'yib beramiz. Tushunarli.